Assalomu alaykum, Provan YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga juda ham zo'r yangilik tayyorlab qo'yganman. Buni qo'lda turgan qurilma nima ekan deb o'ylayotganlar uchun bu qurilmamiz nomi DP2 Asus brendidan, ya'ni eshik qo'ng'irog'i, ruschada aytganda umный glazok. Hozir buning ichidan nimalar chiqishini va texnik xususiyatlarini men sizlarga aytib beraman. Kanalga sizlar obuna bo'linglar, videoga like bosinglar va kommentariyada o'zlaringning fikrlarini qoldirish ham esdan chiqmasin. Qani boshladik. Bismillah. Korobkamiz ichidan 4.3 dyuymli sensorli monitorimiz chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. 4.3 dyuymda. Bu juda katta ham emas, kichkina ham emas. Bu yerda qotirish uchun kerak bo'ladigan o'zini kranштейni bo'ladi. Va bunda akkumulyator ham joylashgan bo'ladi. Bu monitorimizda 4600 mAh. Bu degani o'rtacha o'zi zavod bergan garantiyasi 90 kunga yetadi deb bergan, bitta to'liq zaryadini avtonomniy holatda ishlaydigan bo'lsa. Endi bu eshigingiz tagidan o'tuvchilar soni ko'p bo'lsa va ko'p qo'ng'iroqlar chalinadigan bo'lsa, o'rtacha bir haftadan 15 kun, ya'ni 1 oygacha yetishi mumkin. Endi bu ishlatishga qarab. Va yana ichidan chiqadi glazogimiz. Glazogimiz 2K formatda oladi, ya'ni bu 3 megapiksel degani bo'ladi. Materialga keladigan bo'lsak, sink qorishmasdan, ya'ni rux metali deyiladimi? Shunaqa bo'ladi. Juda ham mustahkam. Ancha-muncha udarlarni ko'taradi va changdan va suvdan himoyalangan bo'ladi. Tashqi korpusi mana bu yerda zvanogimiz bo'ladi. Bu yerda esa datchiklari va kameramizning linzasi. Bemalol masofadan turib gaplashingiz bo'ladi. Ovoz yozadi va karnayi ham bor mana bu yerda. Bemalol domofonni vazifasini ham bajaradi. Va yana ushbu korobkamiz ichidan qotirish uchun ketadigan o'zini boltlari bo'ladi va kabeli zaryadlash uchun va mana bunday zaglushkalari ham bor. Xo'p, hozir bularni endi chetga olib qo'yib turamiz. Va glazogimizga keladigan bo'lsak, glazogimizda 166 gradus kenglikda tasvirga olish imkoniyatiga ega va tunda olish rejimi IK podsvetkasi deyiladi. 5 metrgacha bo'lgan masofada juda ham yaxshi tasvirda olib beradi. Bemalol kelayotgan, ketayotgan odamni yoki zvonokni bosgandagi odamni bemalol ko'rsangiz bo'ladi degani. Kechqurungi olish rejimi черно-белый bo'ladi. Kunduz цветной yokida podyezdingizda chiroqni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham zo'r tasvirda sizga videoga olib beradi. Ushbu qurilmani kimlarga tavsiya qilamiz? Etajda yashovchi, kamera va domofon o'rnatmoqchi bo'lganlar uchun ikkitasi birda. Ham bu eshigingiz tagidan o'tayotgan odamni sizga xabar berib turadi, datchik движенияsi bo'ladi ushbu qurilmamizda va o'sha momentlarni zvonok bosgan holatdagi videolarni karta pamyatiga, ya'ni chip qo'yib qo'ysangiz, chipiga saqlanib qilish mumkin. Yokida yana ham xavfsizroq bo'lishini xohlasangiz, video zapislaringizni buni облачный servisi Asus Cloud sistemasini ham podдержка qiladi bu qurilmamiz. Xo'p, bu qurilmamizning afzalliklariga keladigan bo'lsak, ushbu qurilmamizning yana bir eng zo'r fishkalaridan bittasi, misol uyda ayolingiz bo'lishi mumkin, birortasi eshigingizni qo'ng'irog'ini chaladigan bo'lsa, tashqarida erkak kishi turgan bo'lsa yoki bolalaringiz bo'lsa, kichkina ovozini o'zgartirib javob qaytarishlari mumkin bo'ladi 3 xil turda. Bu degani konfidensiallikni saqlaydi, ya'ni sizni shaxsiy nimangizni saqlaydi. Ichkaridan turib kim javob berayotganini tashqaridagi odam aniq bilmasligi ham mumkin bo'ladi. Shunaqa afzalliklari bor ushbu qurilmamizni. Endi zaryadi, akkumulyator 4600 mAh dedik. Bu juda ham yaxshi natijani beradi. Hozir bitta yoqib, ishlatib sizga ko'rsataman qanaqa tasvirga olishini. Ushbu qurilmamiz yana afzalli tomonlarini aytadigan bo'lsam, Wi-Fi tarmog'iga ulanadi. Masofadan turib bemalol onlayn holatda ko'rishingiz bo'ladi va zapislarini qaytarib ko'rishingiz bo'ladi. Kim qo'ng'irog'ini chalgan, qanday holatlar yuz bergan, bemalol ko'rib tursangiz va uyda bo'lmagan taqdiringizda ham, ko'chada yoki safarga ketganingizda ham birortasi qo'ng'irog'ingizni chalsa, bemalol gaplashib, u bilan muloqotda bo'lsangiz bo'ladi. Va bir-biriga ulab ham oldik glazogimizni va knopkasini bosamiz.
Olish kengligi aytganimizdek 166 gradusda bo'ladi. Bu juda ham keng tasvirni beradi. Podyezddan o'tayotgan odam nazardan chetda qolmaydi. Bemalol uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tasvirga olish ham juda ham zo'r. Yaxshi tasvirga olib beryapti. 2K formatda, ya'ni. Endi buni tavsiya qilardim ham kamera olmoqchi bo'lgan odamga va domofon qo'ymoqchi bo'lgan odamga. Ikkitasi birda bo'ladi. Ham eshik istagidan o'tayotgan odamni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi va domofonni ham vazifasini bajaradi. Ushbu qurilmamiz kimga yoqqan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud bo'ladi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.